Assalomu alaykum hammaga obunachilar, xudo xolasa. Bugun yana Urganch g'oyadamiz. Yangi stildagi eshiklarimizni qurib bo'ldik, xudo xolasa. High-tech variantda bo'ldi. 18 lik materialda ishlab qo'yganimiz. Ko'rib boraverasizlar obunachilar. 5 kilotda original zamok. Xudo xolasa. Mentanandan uzoq muddatli ishlab berdik. Çok tezgin işleyip olduk bunlar. Bu anda yanma kapımız Kalitayna ahirete adli scroll yatıp verdi. Koşura yol turşu için zanneki daha da bunun açıklık gösterimiz yine bunu açalım. 15 santim dabor buldu denmesinde. Yine arkası kulak olasa bunu açalım. Bunların mesinde yine 15 santimde oldu. Bunların içine açıldı bunlara. Xalasa bulan pullarına gelsek ki buna sebep dostlarlık eşiklerimiz komplekt 1.700.000 so'mdan bo'ldi. Karamlanışdagi zammuko bilan birga. Dabor bo'ladigan bo'lsa plus 700.000 so'm pul qo'shiladi. Dabor akalab kelishib ishlab beraveramiz. Yanma kapımız. Yarma kapımız 4 milyon aylanda xudo xolasa. Oynalistleri hamma narsasi bilan. Shu razmga qarab ishchi beramiz 3,5 milliondan xudo xolasa. Kimga shunday eshiklar kerak bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Eng yaxshi, eng sifatli materialdan ishlab beramiz xudo xolasa. Qilchilmaydigan variantda. Obunachilar, mana shuni ham ko'rsatish kerak. Ana. Kırçılmıyor. Daha olasa. Yine işlerimiz devam edeveremiz. Sizler çok hizmettemiz. Daha olasa.